Bilemsen ana, bugün qaysı gün? Bugün musulmonlarning ayt kuni. İslam ummati kuladigan, ata ana bola chaqa jam bo'ladigan kun. Bu kun barliq musulmonlarning hayit namozidan chiqib, ata anasining hayitini tabriklaydigan kun. Bilemsen ana, o'g'ling bu kunda namozdan qaytibla seni bag'riga ching besib, hayitinga muborak deydi. Ammo bugun namozdan qaytsam sen yo'q. Bu menga bek ig'ir keldi. Qalbim sig'inishda o'rkinmoqda. Ana, ko'zlaring namlangan holda namozdan qaytayotganlar ishidan meni izlayotgansanmi? Yaningda o'g'ling yo'q. Ana shu g'arib gapida mening ishikni ochib, bag'ringga o'zimni aytishimni kutayotgansanmi? Ey ana, kichigimda kiygan kiyimlarimdan hidimni izlayotgansanmi? Suratlarimni bag'ringga besib, sig'inishni izhor qilayotgansanmi? Men mangan chig'ir yo'llardan oyoq izimni izlayotgansanmi? Ana, ushbu muborak kunda bu yiroq makondan sana hayitliq salom yo'llayman. Ana, g'am qilma. İnşallah pat arda nur chechib turgan tavhid adolati asri kirishimiz. Yoki bo'lmasa güzel cennetlarda Allah Teala cem qilg'usi. İnşallah mahshar kuni tunji izlaydigan kishim sen bo'lasan. Va deyman ki, ya Rabbim, bu mening anam, meni sening yo'lingda Hajar ana İsmoilni qurban qilgan kabi qurbonlikqa atgan, meni uning bilan birga jannatga kirgizgin deb tilayman. Va mangulik baxt saodat makonida bir-birimizning mehriga qangan holda yashaymiz. O'z o'g'lini din yo'liga atgan barliq fidokor onalarning hayitiga muborak. Hayitinglarga muborak bo'lsin. فغدا